Agar qiynalganga yordam bermasak, o'qiyotgan namozimiz foyda beradi deb o'ylaysizmi? Qilgan umramiz foyda beradi deb o'ylaysizmi? Hajga hop farz, haj bir marta borish. Lekin umraga qator-qator borib kelib gapirayotganlar. Ber pulingni o'sha qiynalganga. Ha deb boravermasdan. Ber pulingni. Qiynalganga ber, talabaga ber, kasalga ber, yetimga ber, bevaga ber, kambag'alga ber. Ber, ha deb boravermasdan. 7-borishim, 10-borishim. Bir tiyin san o'sha borishing. O'shaqangi boradiganlar. Mansab parastlar. Endi aytishim kimdir, sen qayerdan bilasan? Ha, seni yoningda bilgan odaming qiynalib turib umraga borishing umrami seni? Bir marta bording bo'ldi, sunnat ado bo'ldi. Qolgan mayog'i go'zal bo'lsa ekan, har juma borib o'qib ket, qandingni ur. O'sha yerda yasha kerak bo'lsa. Bir yil vizani urdirib olib. Men hasad qilmayman men. Xohlasam sendan zo'r, sendan ko'p bora olaman men. Agar xohlasam. Lekin qandoqki yonimizda kimdir ha desa qishimga sapay olmayapman, dorimga pul topolmayapman deb tursa, biz buna qilib borib o'ynab kelib, yayrab kelib tursak, qandoq bo'ladi u?